Menga baribir. Seningcha, menga bu narsalarning qizig'i bormi? Ertalab men nima dedim? Hammasi tugadi. Iltimos. Qayta bitta mavzuni gaplashavermaylik. Kayfiyatingiz yo'q shekilli. Bu zamonda hamma narsa bo'lishi mumkin. Xo'p, bo'pti. Ular o'z yo'liga. Men sizga shu nogironga Hech kim senga turmushga chiqas. Muolajalar qanday bo'lyapti? Seni Shirin qiynab qo'ymayaptimi? Yo'q, zo'r. Men seni tanimayapman. Sen qachondan beri bunaqa ko'ngilchang bo'lib qolding? Men senga shuncha yil nima deb tarbiya berdim? oyi tushum. Gap tamom, vassalom. Aytilgan ish bugundan Ashaddiy dushmanimizni o'g'lini yo'q qilamiz deyapmiz. Lekin u buni istamayapti. Xo'p, masalani ikkinchi tomoni ham bor-da, bolam. To'g'ri, Akbar bizni dushmanimiz. Ertalabgacha masalasi hal bo'ladi. Keyin ortiqcha tintuv, savol. Nega? Bilmadim. O'zgarib, mehribon bo'lib qolibsizmi? Yo'q, unaqa. Balkim darvozasi ochiqdir. Menga ukol kerak emas. Ukol qilmang. Kerak. Uydalar. Hali uxlama. Odamgidek bo'lmaydi. Oddiy ukol. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi sharhimizda Majruh sevgi serialining 31 qismi haqida batafsil fikr yuritamiz. Ushbu qismda voqealar yanada chuqurlashib, qahramonlar hayotida yangi sinovlar boshlanadi. Sevgi, ishonch, oilaviy munosabatlar va o'tmishdagi xatolar bu qismning asosiy mavzusiga aylanadi. 31 qism boshidanoq tomoshabinlar qahramonlar orasidagi o'zgargan munosabatlarni sezishadi. Avval bir-biriga yaqin bo'lgan insonlar endi turli sabablar tufayli masofa saqlashga majbur bo'lmoqda. Har bir qahramon ichida aytilmagan gaplar, yashirin hislar va og'ir qarorlar bilan kurashmoqda. Asosiy qahramon bu qismda juda murakkab vaziyatga tushib qoladi. U o'zining kelajagi haqida qaror qabul qilishi kerak bo'ladi, lekin bu qaror faqat uning hayotiga emas, balki atrofidagi barcha insonlarga ham ta'sir qiladi. U bir tomondan o'z baxtini oilasi, ikkinchi tomondan oilasi va yaqin insonlarning his-tuyg'ularini hisobga oladi. Ushbu qismning eng kuchli tomonlaridan biri qahramonlarning ichki kurashi hisoblanadi. Ba'zan inson tashqaridan kuchli ko'rinsa ham, ichida katta og'riq bilan yashashi mumkin. Serial aynan shu holatni juda yaxshi ko'rsatadi. Qahramonlar oddiygina qaror qabul qilmaydi, balki o'z qo'rquvlari va o'tmishdagi voqealari bilan ham kurashadi. Sevgi liniyasi esa bu qismda yanada murakkablashadi. Ikki asosiy qahramon bir-birini tushunishga harakat qiladi, lekin ular orasida eski xafagarchiliklar va aytilmagan haqiqatlar hali ham mavjud. Ularning suhbatlari orqali tomoshabin haqiqiy sevgi faqat baxtli kunlardan iborat emasligini ko'radi. Ba'zan sevgi sabr, kechirim va ishonchni ham talab qiladi. 31 qismda oilaviy masalalar ham katta o'rin egallaydi. Ba'zi qahramonlar o'z oilasining obro'sini saqlash uchun katta qurbonlik qilishga tayyor bo'ladi. Boshqalar esa nihoyat o'z hayotini o'zi boshqarish kerakligini tushuna boshlaydi. Bu holatlar serialga yanada real va hissiy tus beradi. Shu bilan birga yashirin sirlar asta-sekin ochila boshlaydi. Oldingi qismlarda yuz bergan ayrim voqealarning asl sabablari ma'lum bo'lish arafasiga keladi. Ba'zi qahramonlar haqiqatni bilishdan qo'rqsa, boshqalari esa nihoyat adolat qaror topishini istaydi. Salbiy qahramonlarning harakatlari ham bu qismda kuchayadi. Ular o'z maqsadlariga erishish uchun yangi rejalar tuzmoqda. Ammo ularning har bir harakati kelajakda katta oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tomoshabinlar kimning asl niyati qanday ekanini bilishga qiziqib qoladi. Qism davomida do'stlik mavzusi ham alohida ta'kidlanadi.
Ba'zi insonlar qiyin vaziyatda kim haqiqiy do'st ekanini ko'rsatadi. Oddiy ko'ringan yordam yoki samimiy suhbat qahramonlarga katta kuch beradi. Bu serialning insoniy jihatini yanada oshiradi. Aktyorlarning ijrosi ham ushbu qismda e'tiborga loyiq. Ular o'z rollardagi hissiyotlarni tabiiy tarzda yetkazib berishadi. Qayg'u, umidsizlik, sevgi va umid kabi tuyg'ular tomoshabinga aniq seziladi. Ayniqsa jim sahnalarda aktyorlarning yuz ifodalari katta ahamiyat kasb etadi. Tasvirga olish ishlari ham serial kayfiyatiga mos keladi. Muhim sahnalarda tanlangan joylar, yorug'lik va musiqa voqealarning ta'sirini kuchaytiradi. Har bir detal tomoshabinni hikoya ichiga olib kirishga xizmat qiladi. 31 qismdagi eng ta'sirli sahnalardan biri qahramonlarning uzoq vaqt yashirib kelgan his-tuyg'ulari haqida gaplashadigan qismidir. Bu suhbat davomida ular o'z xatolarini tan olishga va bir-birini tushunishga harakat qiladi. Bu sahna serialdagi munosabatlarning rivojlanishi uchun muhim burilish bo'ladi. Bundan tashqari, yangi muammo paydo bo'lishi bilan voqealar yanada qiziqarli tus oladi. Kutilmagan xabar qahramonlarning barcha rejalarini o'zgartirib yuboradi. Endi ular yangi vaziyatga qanday munosabat bildirishini vaqt ko'rsatadi. Majruh sevgining bu qismi oddiy romantik hikoyadan ko'ra ko'proq narsani ko'rsatadi. Serial insonlarning tanlovlari, xatolari va o'zgarishi haqida hikoya qiladi. Har bir qahramonning o'z yo'li, o'z o'grigi va o'z umidi bor. Umuman olganda, Majruh sevgi 31 qism hissiyotlarga boy, dramatik va qiziqarli qism bo'lib chiqadi. Unda sevgi bilan birga ishonch, kechirim, oilaviy qadriyatlar va hayotiy qarorlar ham ko'rsatiladi. Qahramonlarning ichki kurashi va o'zgarishi tomoshabinni voqealarga yanada yaqinlashtiradi. Ushbu qism bizga shuni ko'rsatadiki, hayotda har bir inson sinovlarga duch keladi. Ba'zida yo'qotishlar va qiyinchiliklar insonni yanada kuchli qiladi. Muhimi, inson o'z xatolaridan saboq olib, to'g'ri yo'lni tanlay bilishi kerak. 31 qism yakunida esa ko'plab savollar ochiq qoladi. Qahramonlarning keyingi qarorlari qanday bo'ladi? Yashirin sirlar qanday ochiladi? Sevgi barcha sinovlardan o'ta oladimi? Bularning barchasi keyingi qismlarda yanada qiziqarli tarzda davom etishi